Assalomu alaykum. Viloyatimizga oid muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Urganch tumanida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning navbatdagi sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz bu haqda batafsil so'z yuritadi. Aholi murojaatlarini sayyor qabullar orqali o'rganish samarali usul hisoblanadi. Bu bilan fuqarolarning vaqti, mablag'i tejaladi. Holatni joyida o'rganish imkoni yuzaga keladi. Urganch tumanida o'tkazilgan sayyor qabul davomida fuqarolarning uy-joy masalasi, ish bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash, moddiy yordam yo'llarini ta'minlash va boshqa ijtimoiy masalalar yuzasidan murojaatlari ko'rib chiqildi. Har bir murojaat tegishli soha mutaxassislari ishtirokida puxta o'rganilib, huquqiy maslahat va amaliy yordam ko'rsatildi. Fuqarolar tomonidan ko'tarilgan masalalar ijobiy yechimini topdi. Har bir murojaatning yechimi arizago'yning hayotidagi muayyan o'zgarishlar bilan ifodalanadi. Har bir fuqaro davlat idorasi yoki biron mansabdorga murojaat qilar ekan, muammosi yechimidan umidvor bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bunday sayyor qabullar aholi muammolarini eshitish, ularga tezkor yechim topish, davlat organlari va xalq o'rtasidagi muloqotni yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Urganch tuman Bekobod qishlog'i Ravat mahallesida istiqomat qilaman. Meni qo'shimcha tamarkam 2022 yılda dehqonchilik ilimida bir anlaşılmazlıklar tufayli aksiyona qo'yilib ketdi. Men shu narsani hozir murojaat qildim. Ishim ijobiy hal bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'inining xulosasi ko'rgan odam havas qiladigan darajada bir chiroyli qilib foydalanib o'tiribman. Qabul davomida qator murojaatlar joyida hal etildi. Qo'shimcha o'rganish talab etiladigan masalalar yuzasidan esa mutasaddi rahbarlarga aniq muddat va vazifalar qo'yildi. Muxtasar aytganda, bugun hech bir murojaat shunchaki qog'ozlarda qolib ketmayapti. O'tkazilayotgan sayyor qabullar muammolarni aniqlash, joyida hal qilish, ularni bartaraf etish maqsadlariga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir.